Assalomu alaykum aziz obunachilar, o'sha mashhur katta kamerali monster kameramiz do'stlar. Bu kameramiz bitta sim karta bilan ishlaydi. Dunyoni istagan joyidan turib boshqaraverasizlar do'stlar. Qaranglar. Ular buraverasizlar ko'chakka deylar, o'ngga, orqaga, pastga qilasizlar nimaga. Farqi yo'q akalar. Aylantirsalar ham bo'laveradi. Bu tomonda yana xuddi shunaqa aylantirsalar ham bo'laveradi ekan. Orqaga, oldiga, pastga ham qilib qo'ysalar ham bo'laveradi do'stlar. Bitta ko'z, ikkita ko'z, uchta ko'z, mana to'rtinchi ko'zi. Bu 360 ga aylanadi. Telefon laynidan boshqaraverasizlar akalar. Xo'p, kattagina kanal bor. Dunyoni istalgan joyda turib, xullas telefon laynida gapirsalar ham bemalol istamoqli aloqa bor. Telegram, WhatsAppga o'xshab bemalol ko'rib gaplashaverasizlar do'stlar. Xo'p, endi buni qulaylik tomoni nimada? Qulaylik tomoni bu tok yo'q joylarga o'ta mo'shni, xullas ichida batareykasi ham bor. Endi qaraymiz do'stlar. Quyosh panelini ko'rasizlar? Bu ikkita quyosh paneliga ega. Baravarga ishlaydi ikki quyosh paneli ham. Quyosh panellarining ikkita to'g'nog'ichi bor. Bu hozir Namangan viloyati Jida Kapaga ketyapti do'stlar. Kimga shunaqa kameralar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Mana bunisi ham bor edi, migalchali, bu ham sotildi, hozir ketyapti. Biz bu ham yo'lga chiqadi hozir. Bittasi orqali yetkazib beramiz do'stlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Telegram orqali yozinglar, tashlab beraman. Ishlatib ko'rasizlar programmasini. Ma'qul bo'lsa berib yuboramiz akalar.